inson dunyoga kelishligida ixtiyori yo'q edi. Inson dunyoga keldi, undan hech kim so'rab o'tirmadi. Lekin dunyoda qanday yashashlikda ixtiyori bor. Astagfirullah. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kim deydi Alloh taolo, naq dunyoni ko'zlovchi bo'lsa, shu dunyodiylar desa, biz shu dunyoda ulardan o'zimiz istagan kimsalar uchun o'zimiz xohlagan narsani naqd qilib beramiz. Bir odam faqat dunyo deyapti. Alloh taolo unga beraman, o'zim xohlaganimcha deyapti. Albatta bunda katta hikmat bor, rahmat, ilm bor. Qarang oyatda. Kim faqat shu dunyoni ko'zlaydigan bo'lsa, ularga bu dunyodan o'zimiz xohlaganchani beramiz deydi. Agar insonga mana shu dunyoning matohida Alloh taolo bergan bo'lsa, tezda bitta hikmat bor. Bu hikmat nima? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Bir odam faqat dunyoni ber dedi. Faqat dunyoni ber dedi. Alloh aytibdi, tezda berib qo'yamiz. Nima uchun? So'ngra uning uchun o'zi mazammat va quvg'inga duchor bo'lgan holda kiradigan jahannamni joy qilib beramiz. Robbana atina fid dunya hasana deganlar bor. Oyat bor Qur'onda. Parvardigor shu dunyoda yaxshilik bersang bo'ldi dishgan. Yana bir toifa bo'lgan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana deganlar bor. Parvardigor bizga dunyoda ham yaxshilik bergan, oxiratda ham yaxshilik berdi. Biz o'sha mu'minlarmiz. Ammo shunday toifalar bor, faqat dunyoni beradi deydi. Bu yog'ini qarang. Oyatning davomini qarang. Va man arada al-oxirata va sa'a laha sa'yaha. Kim oxiratni istasa va mo'min bo'lgan holida oxiratga loyiq sa'y harakat qilsa, va huwa mu'minun, mo'min bo'lgan holida, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mo'min bo'lgan holida sa'y harakat qilsa, bas unday zotlarning sa'ylari Allohning nazdida maqbul bo'lur. Bitta odam faqat dunyoda ber dedi. Dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh taolo tezda berib qo'ydi. Oxiratga borganda jahannamga kiradi. Ikkinchi odam oxiratda bo'lishini umid qildi. Dunyoda berdi, bermadi muhim emas, oxiratda bersin dedi. Alloh taolo ularning amallarini qabul qildi. Endi qarab turing. Ikkalasi haqida Alloh aytayapti. Kullan numiddu haula'i va haula min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana mu'minlariga ham, mana kofirlariga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato qilaveramiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmaydi. Dunyoda. Bir toifa dunyoda bersang bo'ldi dedi. Alloh berdi, oxiratda jahannam bor. Ikkinchi toifa dunyoda ham, oxiratda ham dedi.